Judayam jostki kasallik, Allohimiz saqlasin. Video qilyapman. Assalomu alaykum hammaga. Nima kasallik bo'lishi mumkin bu? Turgan molingiz 1-2 sekund oldin turgan molingiz birdaniga o'lib qolsa. Kashmar. Nima deyishni ham bilmayman. Qanday so'z aytishni ham bilmayman. Nima desa bo'ladi bu kasallikdan? Voy. Ko'rib o'zim hayratdaman. Afsusdayamman. Allohning qudrati buyuk inshaalloh. Buni ham yengib o'tishadi Rossiya fermerlari. Bizni o'zbek, tojik, qirg'iz birodarlarimiz ham Rossiyada chorva boqadiganlar. Allohim sizlarga ham sabr toqat bersin. Hech kimni mollar unaqa o'lib qolmasin, hech kimni molni unaqa olib ketib yo'q yuborishmasin. To'g'risi o'zim ko'rib, menga yuborayotgan odam Instagramdan, Telegramdan vashchi ko'payib ketdi oxirgi 10 kun ichida. Oldin bu kasallik Altayskiy kray, Novosibir tomonlarda chiquvdi, Omsk tomon. Endi bu sekin yoyilyapti bu. Ya'ni Qozog'iston zapretga tashadi-ku, Rossiyaning juda ham ko'p viloyatlarini, juda ko'p shaharlarini. Shularda ham o'zi paydo bo'lishyapti deyishyapti. Avvalobor paka vaqtincha shoshilmay turinglar, iltimos sizlardan. Mana shu mart oxirigacha, aprelda 15larigacha shoshilmay turinglar. Bu kasallikka srochniy davo topishadi baribir. Topishmasa bo'lmaydi, to'g'risi. Juda ham katta norozilik, juda ham katta poteriya bo'lyapti fermerlardan. Avval hech kimdan poteriya bo'lmasin, bunaqa aytishim, obeshniy hol aytmayapman. Yuragim siqilyapti, to'g'risi. Menga ham kelib qolishi mumkin. Men ham 10 ta molim bor, 9 ta molim bor, bittasini yaqinda so'ydim. Go'shtga topshirdim. 9 ta molimga ham kelib qolishi mumkin. Allohim o'zi saqlasin. Duoda bo'linglar, iltimos sizlardan. Rossiyada o'zi oddiy bir qo'y olib boqish qiyin, to'g'risi. Bunaqangi sharoitda qorni ko'ryapsizlar mana. Bugun 13-mart hafta kuniga juma kuni, juma yomlaringiz muborak bo'lsin. Endi buni kechda qo'yaman. Lutfi videoni ko'ringlar. Men sizlarga 3 ta 4 ta variant taklif qilaman. Video oxirigacha ko'rib, balkim ustiga gaplarim, balkim o'zini video menga yuborganlarida qo'yib qo'yaverarman agar YouTube nima topmasa yoki ban bermasa. YouTube bilasizlar, talablar narsani qabul qilmaydi. YouTube blokka tiqishi mumkin bunaqangi videolarni. Endi qo'limdan kelgancha harakat qilaman sizlar uchun informatsiya berishga. Videoga bir like bosib, bu videoni maksimal tarqatinglar jigarlar, maksimal hamma ko'rsin. Bu menga aktiv kerak emas, prosta ogoh bo'lib qo'ysin. Aktiv kerak emas akalar. Men aytganman, oldin ham aytganman. Menga 10 mingta prosmotr bo'ladimi, 1000 ta prosmotr umuman farqi yo'q. Bitta, ikkita, 3 ta, 10 ta, 20 ta, 100 ta odamga meni manfaatim tegsa bo'ldi. Rizq Allohdan. Menga beradigan rizqni Alloh o'zi biladi, qachon berishini, qancha berishini. Men shuni bilaman, shu shior ostida ketaveraman xudo xolasa. YouTube'dan men shuncha ishlashim kerak, menga prosmotr shart emas akalar. Men YouTube'da aktiv emasman, bilasizlar, hozir Instagram, Telegramdaman. Aslida Instagramdaman. YouTube'ga ham qaytish maqsadim bor, lekin hech iloji bo'lmayapti. Ya'ni realni ulgurmayapman jigarlar. Realni ulgurmayapti. Hozir qor tozalamiz. Nimani ichini suv bosgan, suvlarni ort, bularga qara, ichkarida tozala, mayonlar tozala. Mana bu o'tlarni och, tagida qolib ketdi, qotib qolmasin. Vashchi men problemam ko'p. Davay videoni ko'rasizlar. Oxirligida kommentariyaga fikrlaringizni bildirib qo'yinglar, iltimoslardan. Bunaqangi kasallik hech kim chorvasiga kelmasin. Allohim har birimiz chorvamizni o'zi saqlasin. Ozgina xato ketgan, o'zida o'zi o'lib qolyapti deb kasallik sababi ko'rsatilmagan, lekin dori berib, spesialniy o'ltirib, ya'ni keyin yoqib yuborishyapti ekan. Lekin kasallik nima kasallik bo'lishi mumkin? Shu bizga qorong'u. Shuni men ko'rsatish uchun bu videoni qilganman. Negativ shart emas uning uchun. Kerak bo'lsa o'z kommentariyalarni o'chirib qo'yaman. Prosta odamlar bilsin, qanaqangi kasallik bo'lishini yoki bilgan yozsin degan maqsadda video qilingan. Menga har sekundiga video kelyapti hozir, har xil kadrlar. Ya'ni qaysidir viloyatdagi oddiy xalq noroziligi takdali. Men o'zim Rossiyada yashayman, ya'ni o'zimni mollarimdan qo'rqqan holda ham video qildim. Sizlardan kelgan videoga javob berish tariqasida video qildim. Xalqqa yolg'on ma'lumot berish maqsadimiz yo'q umuman. Umuman maqsadimiz yo'q. Rossiyada qanaqadir kasallik bor emish, u o'layotgan bo'lsa, ukol qilib o'ldiryapti ya'ni. Tamom. Bu videoni qo'yib qo'yaman hozir, yuklab kanalimga. Hammaga rahmat. Voy, astag'firulloh. Nima kasal bu jigarlar? Nima bu?
nima kashmar, voydod. Allohim o'zi saqlasin har birimiz chorvamizni Rossiyaga kelib mol olaman deb yurgan har bir odamga bu video yetib borishi uchun siz bosgan laykingiz tarqatishingiz juda zarur bo'ladi. Juda ham срочный xabar. 7 kundan beri Novosibirskiy oblast, Omskiy, Altayskiy kraj tomonlarida mollardagi kasalliklar ko'rib turdim, lekin endi menga yaqinroq joydan, ya'ni Penzinskiy oblast 500 kilometr Kazanga. Shu yerda ham o'sha paydo bo'libdi. Allohim o'zi saqlasin har birimiz chorvamizni. Avvalo sirazi yo'qib ketsin bunaqangi viruslar. O'zi nima virus bu o'zi? Hamma hayron. Hech kim nomini bilmayapti. Video oxirigacha ko'rib, bu videoni maksimalni tarqatinglar iltimos sizlardan. Yanvar oyi oxiri, fevral oyi boshlarida Rossiyada juda ham antiqa kasal paydo bo'ldi. Ya'ni mollar o'zidan o'zi o'lib qolyapti. O'zidan o'zi o'lib, boshqa atrofdagi mollarga ham shuni yuqtiryapti. Hayron qolasiz. To'g'ri turgan, ya'ni 1 sekund, 2 sekund oldin turgan mol o'z-o'zi tashavorib bo'lib qolyapti. Astagfirullah, bu qanaqa kasal bu? Bilganlar yozib qoldiringlar. Bu kasallik Novosibir, Altayskiy krayda edi, Omsk tomonlarida edi. Endi bu kasallik sekin yoyilyapti hamma joyga. Rossiyada hozir mol chiqarishdi, ya'ni Qozog'iston zapret qo'ygan Rossiyaning juda ham ko'p shaharlariga, juda ko'p shaharlariga. Endi bunaqangi kasal qilinglar. Astagfirullah, hammamiz ogoh bo'lishimiz kerak, hammamiz bir-birimizga bu videoni tarqatishimiz kerak. Mana qaranglar. Oddiy turgan mol birdaniga o'zini tashlab yuboryapti-da. Nimadan bo'lyapti bu? Nima kasallik bo'lishi mumkin? Yashurdi, biz sekin normalniy o'tkazdik. Bu yashur deyishyapti. Yashur emas bu jigarlar. Bu yashur emas bu. Chistay turgan mollar sekund ichida o'zini tashlab yuborib o'lib qolyapti. Astagfirullah, astagfirullah. Allohning qudrati buyuk. Inshaalloh buni ham yengib o'tamiz. Inshaalloh buni ham Rossiya fermerlari yengib o'tadi. Hozir bilasizlar, juda ham norozilik ko'p Rossiyani qishloqlarida, katta fermerlarida. To'g'ri, masalan, mana shu yerdan misol 140 taga yaqin, 120 taga yaqin mol bo'lgan, hamma shunaqa kasal bo'lgan. Ko'ryapsizlar mana. Rossiyalxoznadzor xodimlari qanaqangi qilib olib ketib, mana hammasi bir joyga uyib, buni yoqib yuborishyapti. Bizda davolashadi. Bular yoqib yuborishadi. Shu kasallik yana avjini olib ketmasligi uchun oldini olishadi. Avvalo bu kadrlarni sizlarga taqdim qilayotgan kechiringlar. 3 kunning ichida, 2-3 kunning ichida bir 100 taga yaqin odam yubordi. Nima bu deb izlandim, qidirdim, qanaqa kasal bo'lishi mumkin deb o'yladim. Umuman bir variant topa olmadim. Oxiri qo'yib yubordim mana. Juda ham oxirgi 2 kunning ichida vashti ko'paydi. Menga yuborayotgan odamlar, qanaqa kasal bu deb. Qanaqa kasal bo'lsa ham Allohim shifosini bersin. Allohim shifosini bersin, hamma mollar tuzalib ketsin. Hammaga tarqatib qo'ying bu videoni. Bir kunda 100 dan ortiq video ko'rib, shuni o'zimga yaqin bo'lgan masofadagi videoni qo'ydim. O'zimga yaqin bo'lgan. Novosibir, Altay tarafda, Omsk tarafdagi xalqning noroziligini ko'rib, hammasini jamlab fikr bildirganman. Hammasini jamlab. Yolg'on ma'lumot yo'q u yerda. Xo'p, okey. Gubernatorning qaroriga asosan ukol urib, o'ltirib keyin yo'q borishyapti. Sababi nima kasallikni? Shuni bilish tegi, videoning tegi. U vahima qilish, u boshqa narsa emas. Kasallik sababi nima? Ertaga bizga O'zbekistonga borib qolsa bunga tayyor turishimiz kerakmi? Shuning uchun qo'yilgan video. Hamma kommentariyada bu kommentariyada yozmasdan burun videoning ikkinchi davomi chiqqan. Profilda bor. Uni ham ko'rib qiling nimani? Fikr bildiring. O'zingiz kommentariy yozavermasdan. U tema bu bizning maqsadimiz prosmotr bo'lganda bu tema bo'yicha 10 kun 15 kun oldin video qilib boshlardik. Odamlarni vahimaga solib. Buni tegiga yetish kerak. Boshda video chiqarmasdan burun men shuni yetib chiqarmoqchi edim. Odamlar yuboravergandan keyin chiqardim men bu videoni. Bilmasdan chiqarish niyatim yo'q edi. Yo'q, kasallik sababi haligacha yo'q. 2-3 odam aytayapti, u ham aniq masala. To'g'ri, shu kasallik emas hali. Kasallik bo'yicha eng oxirgi video va oxirdagi gaplarimni yaxshilab eshitinglar. Videoga bir like bosib, bu videoni maksimal tarqatib qo'yinglar. 5-fevral sanasida Altayskiy kraj tomonlar yopildi, ya'ni mol chiqarish заграницаga, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston va так. O'sha shu kundan boshlab Altayskiy kraj tomonlar krasniga tushdi, kasallik boshlandi u tomonda. Keyin Qozog'istonda dedilar, keyin Novosibir, keyin Omsk yaqinda Penzaga kiribdi. Penza menga 500 kilometr. Men Penzada bloger videosini olib qo'yganman. Bu videoni to'lig'ini Telegram kanaliga qo'yib qo'yaman. Men u yerda ishlatmagan gaplarim, ya'ni ukol qilib o'ldiryapti degan gapni men ishlatmay, mollar o'zida-o'zi o'lib qolyapti degan gapni ishlatganim. Xatoyim endi meni. Men nimaga uni nima qildim? Ya'ni gubernatorning ismini aralashtirmay, baribir biz bu yerda migrantmiz. Bizga ayrim gaplar mumkin emas. Shuni inobatga olgan holda qilganman. Videoning davomini qilganman. Videoning davomi profilda bor, kirib ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni ukol urib o'ldiryapti, lekin kasallikning asli sababini bilish maqsad bo'lgan. Hech qanaqa yo'lda xato ma'lumot berish, roza kunda Allohdan qo'rqing, roza kunda unaqa qiling. Men 3 yildan beri chorva bo'yicha video qilaman YouTube'da. Noyabr oyidan beri Instagramda video qilaman.
Meni hech qachon obunachilarim biladi, yangi ko'rganlar bilmaydi. Birovni bir ma'lumot berib aldagan bo'la emasman. Aldamayman ham bunaqa. Prosta kasallik sababini bilmaganim uchun bu qanaqa kasallik bu deganman. Qanaqa kasallik bu? O massiviy bugun kechasi bilan mana shu kommentarni o'qib javob berib ma'lumot o'qidim. Ya'ni bir oy, silly bir oy ichida, fevraldan martgacha mana boshigacha 10 mingdan ziyod mol shunaqa qilib yoqilgan ekan. Har xil viloyatlarda 10 ming kolичество. Bu aqlga sig'adigan kolичествоmi bu? 10 ming kolичество hozir birga jimlab qo'ysam u 3-4 ta ferma bo'ladi-yu, katta fermadan. Shuni hisobiga O'zbekistonni, aholisini, Tojikiston, Qirg'iziston bu yerda, mana bu yerda boqayotgan odamlar ham bor-da, o'zbek, tojik, qirg'iz, musulmon ahli ham bor. Shularga motivatsiya bo'lishi uchun, ogoh bo'linglar degan maqsadda menga telefon kelyapti Moskvadan, boshqa joylardan, aka biz 50 ta molimiz bor, aka bizda 100 ta molimiz bor, nima qilaylik deb. Men o'zim ham bilmayman, mendan 10 ta mol bor. O'zim ham bilmayapman nima qilishdi. Shuni hisobiga video qilganmiz. Hech qanaqa u yerda yolg'on ma'lumot bo'lmagan. To'xtadi mana shu yerda. Agar kimga ma'lumot kerak bo'lsa, bizda Telegram kanalimiz bor, videoni qo'yib qo'yaman, nima QR kodini shu Telegramga kirib qo'ysanglar, shu yerga tashlayman. Original videolar tashlayman, hech qanaqa ustun montaj qilinmagan. Nima bo'lyapti? Xalq nimaga norozi? Hammasini agar ruscha bilsanglar, tarjima qilib olishingiz mumkin. Menga ruscha bilsang video qo'y deyotganlar, men ruschani tiniq bilaman. Prosta bizning migrantlarda bu yerda huquqlarimiz bor. Ayrim narsalarda biz bu yerda gaplab bilmaymiz. Ayrim narsalarda. Shuni men yerga sig'diringlar mana bu yerga. Mana yerga. O'zlaringiz kommentariy yozavermasdan. Kimga video kerak bo'lsa, nimada bo'ladi? Telegram kanalda, YouTube'ga ham bugun video qilaman. Tamom. Ukol qilib o'ldiryapti. Kasallik sababi noma'lum. To'xtadi mana shu yerda tema. Yopildi.